Hozir ham mana shu holatda ham bizga biroz imkon beringlar, chodir beringlar, biz qolamiz shu vatanimizda deyapti. Mana o'rnak o'zbeklarga. Hech narsa bo'lgani yo'q hali G'ayrat aka. Bizlar nima bo'ladigan bo'lsa-da, ya'ni u ketamiz, u qiyin bo'lib ketdi, korrupsiya bo'lib ketdi, kurashish kerak. Korrupsiya bo'ladimi, xitoyliklar keladimi? Kichkina ishlardan bo'ladi. Turk sulolalari qanday qilib imperiyaga asos soldi? Qo'lida bir tuguni oti bilan, oilasi bilan ketdi, tamom, borib katta imperiyaga asos soldi. Ular ham ko'p narsani o'ylagani yo'q edi. Bugun va hozir qiladigan ishlarimizni vatanda turib qilish kerak, hech qayerga ketish kerak emas. Ketsangizlar olqishlaydi, ketib yo'qolmaysanmi deydi, ayniqsa aktiv insonlarga. Ketganing yaxshi deydi, borib pulingni ham beradi kerak bo'lsa, yashashing uchun. Ketmanglar shuning uchun O'zbekistondan. Ketamiz, qiyin bo'lib ketdi. Arzu aka, G'azoda ya'ni G'azodagi qiyinchilik oldi, boshqa joyda qiyinchilik yo'q o'zi. G'azoda suvning sifati shu darajadaki, insonning ichki a'zolarini yemiradigan darajada deydi. Ya'ni normal suvi yo'q. Lekin ketmaymiz deydi. Vatan bizlarniki bu deydi. Bu missiya bu mana shu qolish kerak. Har qanday siyosiy rejim, har qanday siyosiy elita nima qilishidan qat'iy nazar, vatan bizniki, shuni anglab